Bu aeroport harbiy baza bo'lganligi uchun ham bizga syomkaga ruxsat berishmadi. Bundan 1,5 oy oldin Koreyaga yangi keluvchi talabalar uchun qo'llanma sifatida kichik bir film olishni niyat qilgandik va aeroportga bordik. Kamerani ko'rishlari bilan qo'riqchilar bir-biriga aloqaga chiqib, tezda yugurib kelishdi. Keyinchalik maxsus ruxsat oldik va bir haftadan keyin jamoamiz bilan syomkaga keldik. Lekin bizda tajriba kam edi. Bizda ovozni eshitish uchun maxsus naushniklar yoki bo'lmasam olingan kadrlarni qayta ko'rishimiz uchun katta ekran yo'q edi. Shu sabab uyga kelib kadrlarni qayta ko'rganimizda ayniqsa yorug'lik va sound dizayn bilan juda ham katta muammo bo'lgan ekan. Va jamoamiz bilan yana qayta syomkaga kelishdik. To'liq aksessuarlar bilan borib hamma kadrlarni joyida ola oldik. Yana bir olgan xulosam shuki, birinchi safar borganimizda aeroport kadrlaridan tashqari uygacha kelgan jarayon, ya'ni mashinadagi kadrlar bilan bir kunda olishni reja qilgandik va o'sha narsaga harakat qilib ko'rdik. Lekin bu narsa samaradorlikni juda ham kamaytirib tashladi. Mashinada olingan kadrlar juda ham mushkullik tug'diryapti bizda. Hozir mana kechki 6 bo'lyapti, salkam 3 soat bo'ldi. Uxlamaganmiz. Shu safar uni qayta takrorlamadik. Shu uchun ham hamma kadrlar joyida chiqdi. Bu haqida hali YouTube'da to'liq video chiqaramiz.